Nimaga O'zbekistonda ko'zga ko'ringan brendiviy qurilish kompaniyalari gazoblokka o'tdi? Buni bizning mijozimiz bo'lgan Meros qurilish kompaniyasini 7 etajli xonadonlarda ko'rib chiqamiz. Bu avtoklavniy gazoblok haqiqiysi. Buni 3 ta men sizga asosini, ustunligini sanab beraman. Birinchisi, eng muhimi, sovuqni o'tkazmaydi. Qo'ni-qo'shnidan o'tgan har xil tovushlar sizni qaqashingizga tegmaydi. Ikkinchisi, bu gazoblok arzonchi gazoblok emas. Har xil mahalliy sexda chiqqan gazobloklarga solishtiradigan emas. Chunki bu 7 qavatli bino, og'ir ko'taradigan. Uchinchi masala, ko'pchilikda bo'lgan globalniy muammo, agar penoblok, gazoblok, gipsoblok deb tushunadigan bo'lsa, bu konditsioner, kuxunniy nabor, bo'ldi shunaqa narsalar ko'tarmaydi deb o'ylaydi. Aka, agar bu gazoblok sizga konditsioner sizga kerak bo'lgan mahsulotlarni ko'tarmasa, biz sizga javob beramiz. Gap asosi bilan shu yerda mana mixga ko'zimiz tushdi. Bu mix qoqilgan ekan. Asli bu yerda texnikasi bo'yicha gazoblokka ankerda qoqiladi. Bu oddiy o'zimizning mix qoqqan ekan. Buni qo'lda chiqarish iloji yo'q. Bu biz zavodda o'zining sertifikatida bor kiritilgan. 250 kilo tortganda yuk ko'tarish kerak. Mana biz endi tortsa 50 kilo tortdik. Chiqaradigan narsa emas. Gapimizga javob beramiz akalar. Ushbu turgan binoyimizda Meros kompaniyasi pergorodkalarga alohida e'tibor bergan ekan. Sababi gazoblok ishlatgan ekan. Ayrim bir qurilish firmalari bu yerga kelganda pul tejaydi, gipsokardondan qilib qo'yadi. Kimga shunaqa haqiqiy gazoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, Madad kompaniyasiga aloqaga chiqing. Meros kompaniyasi bizga ishongani uchun rahmat.